Barchaga assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Juda ham ko'pchilik so'raganda yaproq qo'limga sochiq olib kelasizlarmi, sochiq keladimi, sochiq bormi deb olib keldik va nihoyat ko'rishinglar mumkin, juda ham chiroyli Chanel brendi ostida chiqqan sochiqlarimiz. Salfetkaligi bo'ladi, yuz sochig'i va bani sochig'i bo'ladi. Do'stlar, qadrdonlar, xo'p, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qarang, salfetkasini alohida oladigan bo'lsanglar, narxi 14 ming so'm bo'ladi. Agar bunaqa sochiqchasini oladigan bo'lsanglar 40 ming so'm. Bu yuz sochig'i 40 ming so'm bo'ladi. Bani sochig'ini olaman desanglar, juda ham razmerlar katta bo'lib chiqqan. Bani sochig'i bo'ladi. Bani sochig'ining narxi 75 ming so'm. Do'stlar, qadrdonlar, buni gastinisaga juda ham ko'pchilik so'rashadi, shuning uchun oppoq ranglarni olib kelib qo'yganmiz. Boshqa xildagi sochiqlarimiz ham bor. Qaysi xilda nechta kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Narxlarini eshitdinglar. Kimga nechta kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Narxi juda ham ko'p. Dastlabki xizmatlarimizda ishlayapti. Shahar ichida 40 ming so'm. Vodiy Voha viloyatlariga e'tibor bilan eshitdinglar. Vodiy Voha viloyatlariga pochta orqali kilosi 6 ming so'mda shunaqa chiroyli sochiqlarimizni dastlabki chiqarib berish xizmatlarimizda ishlayapti. E'tiborli uchun rahmat kattakon.